SAT Scholastic Aptitude Test deydi, ya'ni akademik qobiliyat testi. Oldin essay bo'lgandan keyin adashmasam 1926-yil birinchi SAT testi, ya'ni test holatda taqdim etilgan. SATning ikkita qismi bor. Birinchisi evidence based reading and writing degan qismi yoki English qismi deydi ko'pchilik. Keyingisi math, ya'ni matematika qismi. Keyingi boryapti har xil deyarli dunyodagi har bitta davlatdan bitta universitet topsa bo'ladi bu yerda qabul qiladigan. SAT bu Amerikada, demak DTM O'zbekistonda shunga alternativ desa bo'ladi, menimcha. Majburiyat u yerda, ya'ni yuqori high schoolni bitiradiganlarga majburiy test bo'ladi. Tayyorlangan ham, tayyorlanmagan ham ularda majburiy topshiradi. Ikki xil tayyorlanadi o'quvchilarni, preliminary SAT yoki PSAT degan versiyasi ham bor. Bolalar ya'ni yuqori katta maktabga o'tganda uni birinchi topshiradi. Afzal biladi, SAT'si bor talaba ularga SAT'si yo'qdan ajralib turadi. Undan keyin bizdagi talabalar harakat qilish boshladi. Ko'proq bu oldin Amerika universitetlari va dunyodagi top universitetlar tomonidan qabul qilinardi. Talab oshgandan keyin bu yoqdagi xususiy universitetlarni ham SAT bilan qabul qilish boshlandi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan 21-kadr yana bir marta. Ozgina qisqa tanaffusdan so'ng podkastimiz efirda. Bugun sizlar bilan SAT, ya'ni yoshlar o'rtasida ommalashayotgan SAT bo'yicha gaplashamiz. Demak, bugungi suhbatdoshlarimiz Jahongir Rafiqov hamda Murtazo Mirxonjonov. Bugungi mehmonimiz Murtazo haqida ikki og'iz tanishtirib o'tirishim kerak. Starting bir o'quv markazimizda ingliz tili hamda SAT bo'yicha instruktorlik qiladi. Va Murtazo, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Bugun sizlar bilan birinchi navbatda umuman SATga kirish haqida gaplashishimiz kerak. Hozir juda ko'pchilikda borgan sari ommalashyapti va o'zi umuman Murtazo, sizga yuzlanaman. SAT o'zi qanaqa test va bu kimlar uchun? SAT Scholastic Aptitude Test deydi, ya'ni akademik qobiliyat testi. SATning tarixi katta, ko'plab o'zgarishlar bo'lgan, lekin asosiy buni maqsadi bitta bo'lib qolgan, ya'ni talabalarni qanchalik kollej yoki universitetlarga tayyorligini tekshirib beradi. Ya'ni ertaga universitetga borganda ularga beriladigan bosim, kontentlar yoki dasturlarga tayyormi, beradigan tekstlarni to'g'ri tushuna olaydimi, qabul qila olaydimi va davom ettira olaydimi? Shu narsani asosiy test qiladi. Xo'p, buni tarixi 1900-yilga borib taqaladi. Oldin essay bo'lgandan keyin adashmasam 1926-yil birinchi SAT testi, ya'ni test holatda taqdim etilgan. Undan keyin davom etgan har xil o'zgarishlar bo'lgan, baholash bo'yicha ham mezon o'zgarib borgan. Keyin oxiri 2000-yil, ya'ni 2000-yilda 2023-yilgacha traditional SAT deb ko'proq tanilgan. Oldingi SAT edi ko'pchilik, shu holat bo'lgan. Ozgina boshqacharoq bo'lgan. Lekin 2020-yilga kelib pandemiya bo'lgandan keyin College Board, ya'ni SATni tashkil qiladigan tashkilot o'ylab ko'rgan bu narsa haqida e'lon qilganki, biz raqamli narsaga ko'chamiz, ya'ni versiyaga degan. U 2020-yildan keyin 2023-yilgacha har xil narsalar qilib ko'rishdi. Keyin 2023-yildan boshlab xalqaro test topshiruvchilarga testni digital qilishdi va 2024-yildan boshlab Amerikadagilarga ham butunlay raqamli formatga o'tkazishdi. Hozirgi kunda faqatgina SATni raqamli formatda topshirsa bo'ladi. Asosiy farqi hozirgi bilan ko'pchilik solishtiradigan farqi oldingi SAT bilan testni tuzilishida. Ya'ni SATning ikkita qismi bor. Birinchisi evidence based reading and writing degan qismi yoki English qismi deydi ko'pchilik. Keyingisi math, ya'ni matematika qismi. Asosiy farq o'zgarish bo'lganda 2023-yilda ingliz tili qismida bo'lgan. Ya'ni oldingi ingliz tili qismi birinchi reading qismi bo'lardi. Unda 52 ta savol, 1 soat va 5 minut vaqt berilardi talabalarga. Va 5 ta passage bo'lardi, ya'ni 5 ta har xil maqolalar, 10 ta yo 11 ta savol bilan. Keyin undan keyin bolalar 5 minut talaffuz qilgan, undan keyin writing qismi bo'lgan, ya'ni grammatikasi qanaqa tekshirilgan. U ham 35 minut davom etgan 44 ta savol bilan. Undan keyin matematika qismi bo'lgan. Matematika qismida uncha katta farq yo'q. Asosiy farq oldingi ikkita modul bo'lgan, ya'ni modul 1, modul 2. Modul 1 da bolalarga kalkulyator ishlatishga ruxsat berilmagan. Modul 2 da o'zi, ya'ni tasdiqlangan, ular ruxsat bergan kalkulyator olib kelgan bo'lsa, o'shani ishlatishga ruxsat berilgan. Shu asosiy farqlar. Tushunarli. Biz bilamizki, SATni tarixidan kelib chiqargan bo'lsak, avval AQSh universitetlari SATga qarab o'qishga, ta'limga qabul qilgan bo'lsa, hozirgi kunda dunyodagi bir necha davlatlar ham SATni qabul qilyapti rasman. Bular orasida Kanada bor va qaysi Osiyo davlatlari bor? Osiyo davlatlari Koreya bor, Yaponiya bor, yana o'zimiz davlatda ham ko'proq xususiy universitetlar Qozog'istonda bor. Kengayapti borgan. Kengayib boryapti. Har xil deyarli
dunyodagi har bitta davlatdan bitta universitet topsa bo'ladi bu yerda qabul qiladigan. Oxirgi rasmiy statistikaga ko'ra 4000 tadan oshiq universitetni dunyo bo'yicha qabul qiladi. Bu Amerikanikiga chiqarib tashlaganda. Tushunarli. Shu yerda bitta qo'shimcha qilib ketaman. Bizni kuzatuvchilarimiz orasida yoshi katta ota-onalar ham bor. Odatda ular terminlarni tushunishadi, lekin asl mazmuniga kelganda biroz qiynalishlari mumkin. Shunga soddaroq tushuntirib ketsam degandim. SAT bu O'zbekistondagi DTM. Ya'ni bizni hozir oliy o'quv yurtlariga kirish uchun asosiy testimiz DTM deb nomlanadi, ya'ni Davlat test markazining imtihoni. AQShdagi DTM desak, menimcha soddaroq, tushunarliroq bo'ladi. Shu sababli ham SAT ni ingliz tili qismi menimcha murakkab. Ya'ni u inglizlar uchun ingliz tilidan imtihon. Xuddi bizda hozir ona tilidan milliy sertifikat o'zbeklar topshiryapti-ku, to'g'rimi? O'zini tilidan. Xuddi shu singari menimcha tushunish uchun, solishtirish uchun SAT bu Amerikada, demak DTM O'zbekistonda shunga alternativ desa bo'ladi menimcha. Majburiyat u yerda, ya'ni yuqori high schoolni bitiradiganlarga majburiy test bo'ladi. Tayyorlangan ham, tayyorlanmagan ham ularda majburiy topshiradi. Farqi shunda. Bizda majbur emas, oliy o'quv yurtiga kirsa topshirish kerak, u yerda kirmasa ham majbur buni topshirish. Undan oldin ikki xil tayyorlanadi o'quvchilarni. Preliminary SAT yoki PSAT degan versiyasi ham bor. Bolalar ya'ni yuqori katta maktabga o'tganda uni birinchi topshiradi. Uni ozgina baholanish boshqacharoq va qiyinlik darajasi ozgina nisbatan osonroq. Shu testi ham bor ki undan keyin 2 yil davomida talabalar SAT imtihoniga tayyorlanadi. Ya'ni oldin buni bilib oladi. Undan keyin umumiy katta SAT imtihoniga tayyorlanadi. Keyingi bo'limga o'tishdan avval menda bitta savol bor. Qisqacha SAT nima, qachondan boshlangan, qaysi universitetlar umuman qabul qilish haqida, qaysi davlatlar ma'lumot bildik. Endi bitta savol. SAT imtihonini deylik mana DTM imtihonidan yoki boshqa imtihonlardan asosiy farqi nima? U asosan nimani tekshiradi? Akademik qobiliyatni tekshiradi. Ya'ni yaqinda bitta fakt o'qib qoldim. SAT bilan yuqori GPA, ya'ni talabalarni yuqori SAT bilan yuqori GPA correlation bor, ya'ni bog'liqligi bor. SAT dan yuqori ball olganda universitetga borganda ularni universitetdagi o'qishi ham oson kechadi va ballar, ya'ni GPA ballari ham yuqori bo'ladi. Ba'zilar endi IQ bilan ham taqqoslangan, lekin menimcha hozirgi kunda IQ ga correlation yo'q, lekin ko'proq akademik muvaffaqiyatga bog'liqlik bor SAT bilan. Masalan, biz bilamiz, o'zimiz ham DTM imtihonlari topshirganmiz. Hozir ancha takomillashdi, milliy sertifikatlarga imkoniyatlar ochildi, lekin DTM imtihonini asosida baribir xotira yotardi-da. Ya'ni DTM imtihoniga yaxshi tayyor bo'lish uchun sizda xotira kuchli bo'lish kerak edi. Yodlashga asoslangan test edi-da. Hozir ancha bu narsa yaxshilandi. Ya'ni vaqt o'tgan sari bizda ham ta'lim anchayin rivojlandi, imkoniyatlar eshigi ochildi, o'zimizning milliy sertifikatlarimiz joriy etildi. Qolaversa, SAT ni ham nufuzi tobora oshib boryapti. Men shu nuqtai nazardan so'ragandim. Ya'ni u yerda xotiraga ko'proq asoslaniladimi yoki mantiqqa? Mantiqqa, deyarli xotira bilan asoslangan narsalar yo'q. Ingliz tili bo'limida bu endi so'z boyligingiz bu ko'proq nativlarga chiqarilgani uchun o'z nativlar bilish kerak bo'lgan so'zlar, o'qib yurgan odamning xotirasida qoladigan so'zlar, ya'ni alohida yodlang degan narsasi yo'q. Ingliz tili qismidan yodlash kerak bo'lgan narsalar yo'q. Matematika qismida bor fundamental narsalar, lekin matematikaning qulayliliklaridan biri kalkulyator beriladi, ikkita modulda ham hozirgi kunda va yuqorisida reference sheet degan narsa bor, formulalar beriladi, asosiy formulalar. Mana shu farqda, ya'ni ochib berishda mana shu jihat muhim. Bizda hozirgi DTM testlarida matematikada kalkulyator menimcha ruxsat berilmaydi va o'zi bu tabiiyki bu xotiraga bog'liq. Ular nimani ko'radi? Ular mantig'ini ko'radi bolani. To'g'rimi? Misolli javobi to'g'riligi menimcha muhim emas, uni yo'li muhimda ularga ko'proq. Ya'ni mantig'i ishlayaptimi, to'g'ri yo'ldan yuryaptimi yoki yurmayaptimi, buni ham ko'radimi yo faqat javobni to'g'riligiga qaraydi? Javob to'g'riligiga qaraydi. Siz qanaqa ish bajarganingizni ko'radigan narsasi yo'q, lekin ularni matematika qismini solishtirib ko'rganman DTM bilan. Mantiqqa asoslangan savollar. Dunyoda ko'rishimiz, ya'ni real hayotda ko'rishimiz bo'lgan muammolarni beradi, misol qilib. Birorta misol ayta olamiz matematikaga masalan? Ikkita silindrni solishtirib ber deyish mumkin. Geometriya qismidan yoki muammolarni yechish qobiliyatini sinayotgan bo'lsa, izlanishlarda, misol uchun aytgan, bitta o'zim yaqinda imtihon olganim, ikkita olimlar guruh narsa qilishgan, ya'ni ikkita hasharotlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rishgan. Bittasi
ikkinchi hasharotni ovlaydigan bo'lgan. Bittasi yemak bo'lgan, ikkinchisi ya'ni ovchisi bo'lgan uni. Haftani boshida olimlar uni bir xil miqdorda qilishgan, bitta joyga qo'yishgan, kuzatib borishgan. Haftani oxirida ma'lum bir miqdorga kelib qolgan. Keyin uni ya'ni foiz orqali isbotlaydi. Mana shunaqa bo'ldi. So'ragan o'zini so'ragan narsasi bor, lekin bu universitetga borsak kerak bo'ladigan narsalar. Ya'ni ertaga universitetga talaba borganda rostdan ham ilmiy izlanish qilish kerak bo'ladi. Ilmiy izlanish qilish kerak bo'lganda, aytaylik, dissertatsiya yozyaptimi yoki qog'oz yozyaptimi, ilmiy qog'oz, bu narsa kerak bo'ladi. Nima qildik? Qancha bo'ldi? O'zgarish nima bo'ldi? U savol ham xuddi haftani boshidagi o'zgarish bilan haftani oxiridagi o'zgarish nima edi degan savolni so'raganda. Ingliz tili qismida ham juda ham ko'p shunday qiziqarli savollar bo'ladi, ya'ni mantiqqa asoslangan. Menimcha ozgina kengroq ochib berishga erishdik deb o'ylayman. Farqini, mos alternativlari haqida tushuncha hosil qilib oldik. Shu joyda men yoshlarga murojaat qilmoqchi edim. Ya'ni juda ko'plab chet elga chiqmoqchi bo'lgan, ayniqsa chet elga chiqmoqchi bo'lgan yoshlarimizni bir kamida 50-60% ko'proq AQSh yoki Kanadaga borish istashadi. Ularga mana tayyor qo'llanma deymizmi, shu panaga bo'lyapti. Ya'ni ularga SAT kerakligi, nima uchun kerakligini mana suhbat davomida aytilyapti. Endi men jahonga yuklanmoqchiman. Bilamizki, adashmasam 2023-yilda SATni Namanganda birinchilardan bo'lib o'quv markazimizda tashkil qilganmiz. Va shu Start 21dagi SAT tarixi haqida ham o'zgina ma'lumotlar, natijalar haqida aytsangiz xursand bo'lamiz. Start 21da SAT ko'proq bizni bir qadrdon ukamiz, shogirdimiz va mana shu o'quv markazi o'qituvchisi sifatida ishlagan Abdulvadud Ahmadxonov nomi bilan bog'liq. Aynan shu yigit sababli biz bu sohaga qiziqishimiz ortgan va markazimizda kurs sifatida darslarni boshlaganmiz. Bu 2023-yilda taxminan qish, bahor faslini oylarida bu masalada suhbatlashib qolganmiz. U paytda Namanganda SAT o'qitadigan kurslar menimcha bor edi. Aynan birinchi bizmiz deb ayta olmayman, birinchilardan bo'lishimiz mumkin. Shunda Abdulvadud taklif qilgan shu SAT kursini ochishni. Nima qilamiz ochsak, nima beradi degan savollarni berganimizda bizga asosli sabablarni ko'rsatib bera olgan. Va ozgina malaka oshirish kerakligini aytgan. O'zi SATni mustaqil ravishda o'rganib, topshirib ko'rgan. Natijasi ham yomon emas edi, adashmasam 1400 dan baland edi o'sha paytda. Hozir anchayin yuqori ballda ko'payib qoldi, lekin u davr uchun yaxshi ball edi deb o'ylayman. Keyin o'zini ustida ishladi, qo'shimchasiga Toshkent shahriga ham borib, SAT kurslarida o'qidi, tajribasini oshirdi va qaytib kelgandan so'ng 2023-yil adashmasam sentyabr oyidan rasmiy holatda biz SAT kurslarini e'lon qilib boshladik. Va mana hozir 2 yil bo'ldi, 2 yildan o'tdi, SAT kurslari mavjud. Natijalar ham yomon emas. Agar statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, 90% dan oshiq o'quvchilarimiz 75% dan yuqori natijani qo'l kiritgan. Ya'ni bu 1200 balldan yuqori. Shu o'rinda aytib o'tib ketishimiz kerak. O'zi ball umumiysi nechi? 800 ball matematika qismiga, 800 ball ingliz tili qismiga beriladi. Umumiy 1600 ball. Ikkalasidan alohida ballar hisoblanadi. Shunda biz o'quvchilarimiz 1200 dan yuqori to'plagan, ya'ni 75% dan yuqori to'plaganlarning foizi 90% dan yuqori ko'rsatkichda turibdi statistik ma'lumotlarimizga ko'ra. Demak, tarixi 2023-yil yoz oylarida boshlangan, rasman sentyabr oyida mana hozirgacha shu kurslar davom etyapti. Shu podkastdan oldin hisob-kitob qilganimda 40 ga yaqin bola topshirgan Start 21da. Rostdan ham bizdan 90% dan oshig'i 1200 dan baland olgan. Nima uchun 1200 deyapmiz? O'zi navbatdagi mavzuyimiz aynan shu haqda. O'zi umuman hozirgi kunda SAT borgan sari ommalashib boryapti. Buni bir necha sabablari bor. Ayniqsa prezidentimiz SAT haqidagi nutqlaridan keyin, grant e'lon qilingandan keyin bu yana ham avj oldi. O'zi umuman shu haqda so'ramoqchiman va bir necha sabablari. Murtazo, SATning ommalashishiga qanaqa sabablar bo'lyapti o'zi? Shu ko'proq birinchi o'rinda prezidentimizning qarorlaridan oldin dunyoga ochilganimiz. Ya'ni media kirib kelgani bu yerda talabalar, ya'ni o'qishga harakat qilayotganlar dunyoning universitetlaridan xabardor bo'ldi. Tabiiyki, undan keyin qabul qilish jarayoni haqida.
qabul qilish jarayonida ko'plab universitetlar SAT testini talab qiladi. Ba'zilari Coviddan keyin optional qilib qo'ygan, ya'ni ixtiyoriy qilib qo'ygan, lekin afzal biladi. SAT'si bor talaba ularga SAT'si yo'qdan ajralib turadi. Undan keyin bizdagi talabalar harakat qilish boshladi. Ko'proq bu oldin Amerika universitetlari va dunyodagi top universitetlar tomonidan qabul qilinardi. Talab oshgandan keyin bu yoqdagi xususiy universitetlarni ham SAT bilan qabul qilish boshlandi. Misol uchun New Uzbekistan University, ya'ni ochilibdi. Shunga ham ba'zi o'quvchilar ham harakat qilishyapti. Yoki Westminster universitetiga O'zbekistondagi ularda ham, ya'ni SAT'si borlarga qanaqadir imkoniyatlar bor. Va prezidentimizning qarorlaridan keyin ko'plab talabalar hozir o'zimizni davlat universitetlariga kirish uchun SAT olishga harakat qilishyapti. Va u yerdagi grant raqami kirish bali 1200 dan yuqori. 1200 kimki 1200, ya'ni 75% deyilgan. 75% balldan yuqori degani 1200 ball. 1200 balldan yuqori olganlarga davlat grant asosida kvota ajratiladigan bo'lingan. Undan keyin ham yana bir qo'shimcha, ya'ni motivation drive bor, ya'ni bolalarni undayotgan. Til imtihonlarida ko'plab til imtihonlarida yuqori ball olganlarga kompensatsiya qilib beriladi. SAT ham shuni qatorida bor, ya'ni 1200 ball olgan yoki undan yuqori ball olganlarga imtihon xarajati qoplab beriladi davlat tomonidan. Shu o'rinda yana bitta narsa aytib o'tishimiz kerak. Juda ko'p yoshlar 1200 balldan yuqori olsa budjetga qabul qilinadigan tushunchada. Shuni ozgina to'g'rilab ketishimiz kerak. Deylik, biror bir universitetga SAT balli bilan topshirgan o'quvchilarning soni 40 ta. Ular qabul qiladigan kvota deylik 30 ta yoki 20 ta. Shu nuqtada 40 ta 1200 dan yuqorini hammasini oladimi degan savol bor. Shu o'rinda ularda oshiqcha kvotaga, ya'ni o'quvchi qabul qilishga imkoni yo'q bo'lgan nuqtada ular yuqoriroq 20 talikni saralab oladi. Ya'ni 1200 target bo'lib qolmaslik kerak. Undan yuqoriga intilish kerak. 1200 to'plasam bo'ldi, kirarkanman degan xulosa xotirjamlikka berilmasliklarini tavsiya qilamiz. Qancha yuqori ball to'plashsa, shunchalik imkoniyat oshib boradi. Muhim maslahat, e'tiborli bo'lishimiz kerak. Shu o'rinda Murtazo haqida ikki og'iz gapirib o'tishim kerak. Murtazo, bizda nafaqat IELTSdan, undan tashqari SAT bo'yicha ham dars beradilar. Vaqtida o'zi Startman 1da o'qigandi. Birinchi urinisda IELTSdan 7 ballni qo'lga kiritgan bo'lsalar, mana hozir SATdan adashmasam nafaqat Namanganda, O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha SAT topshiruvchilarni taxminan 1% tashkil qiladigan natija egasi, ya'ni 1560. Endi men aytmoqchi bo'lganim, biz oldin SAT Abdulvodud o'qitgan paytda eslayman, IELTS natijasi bo'lmasa deyarli qabul qilmasdik. Ya'ni IELTS borlar bilan ko'proq SAT shug'ullanardik va hozir tendensiya o'zgardi. Chunki aytib o'tilganday, grant e'lon qilingandan keyin endi bizda hozir 1200 ball plus olmoqchi bo'lganlarga ham imkon beriladi. Chunki biz oldin balandroq ballni target qilgan bo'lsak, hozir 1200 balldan jicha o'tgan natijani egasi bo'lish xohlagan o'quvchilar ham bor. Endi saralashda qanaqa o'zgarishlar bor Startman 1da, Murtazo? Ya'ni oldin IELTS bilan olardik, hozir qanaqa? Oldin IELTS bilan, ya'ni reading qobiliyati yuqori qaralardi. Sabablari bor bunga, ya'ni imtihon nativelar uchun bo'lgani uchun ingliz tilidan reading qobiliyati yuqori bo'lgani juda ham yaxshi ustunlik beradi. Keyin oldingi rostdan men ham o'qib yurgan paytim boshida harakat qilib ko'rmoqchi bo'lganman. 2023-yil yangi boshlanganda, u payt 4-bosqichda o'qirdim. Lekin men darajam yetarli emasdi, xafa bo'lganman buni eshitib. Lekin bu narsani SATga kirganimdan keyin tushunib yetdim. SAT imtihoni nativelar uchun qaratilgan. Ayniqsa reading bo'limi kandidat, ya'ni test topshiradigan talabani reading ingliz tilidagi matnni to'g'ri qabul qiladimi, yo'q, unaqa narsani tekshirmaydi. Comprehension bo'lgandan keyin u ma'lumot olib to'g'ri tahlil qiladimi, uni tekshiradi. Ya'ni bu language imtihoni emas, til imtihoni emas. Ya'ni ma'lumot imtihon desak ham bo'ladi ko'proq. Xo'p, oldingi rostdan tizim yuqori ballga qaratilganda, lekin hozir mana qarordan keyin tizimga o'zgarishlar kiritdik. Oldin IELTS balli 7 talab qilingan bo'lsa kamida, hozir IELTS ballini bizga qizig'i yo'q. Kimdagi o'qimoqchi bo'lsa, reading balli hisob xolos bizga, ya'ni qiziq. IELTSdan reading qismidan 6,5 ball bo'ladigan bo'lsa kamida, ularni imtihonsiz qabul qilamiz. Agar
o'zimizni milliy imtihon, Safar imtihonidan, reading bo'limidan overall ya'ni ahamiyati yo'q, 70 ball olishgan bo'lsa, ularni qabul qilamiz. Agar imtihon topshirishmagan bo'lsa, sertifikat bo'lmasa, o'zimizning imtihonimiz bor. O'sha imtihonda biz aytgan requirement, ya'ni talab bajarilsa, kursga qabul qilamiz. Matematika qismi muammo emas. Matematikasi borlar SAT uchun mo'ljallangan bosqichlarda davom ettirsa bo'ladi. Agar matematika bo'yicha oldin o'qimaganman yoki chala o'qiganman deydiganlar bo'lsa, noldan boshlab chiqilgan kurslarimiz bor. Ularga imtihonsiz qabul qilinadi. Zo'r, yaxshi. Xo'p, endi bizda o'sha so'raganlar bor baribir SATga tayyorlash qachondan, qanaqa holatda boshlash kerak o'zi o'quvchilarimiz? Eng yaxshi vaqt IELTS, Safar shunaqa til imtihonlarini hal qilib bo'lgandan keyin iloji boricha. Chunki bosim beradi, ko'rdim. Ba'zi o'z aslida men tavsiya qilmayman, lekin o'qiyotganlarni ko'rdim. Yoki bu tomon zo'r olib ketila olmaydi, yoki bu tomon zo'r bo'lmaydi. Ya'ni qiynaladi talaba. IELTS o'zini, ya'ni bosimi bor yetarlicha tayyorlanish oson emas. Endi bu yoqda SAT IELTS dan keyingi daraja, ya'ni kerak bo'lsa bu native'larni ham qiynaydigan imtihon. Endi ikkita bosimni olgandan keyin samara tushib ketadi. Iloji boricha IELTS yoki Safar o'qishyaptimi? U narsani imtihonlarini topshirib, ballarni olib bo'lishgandan keyin SATga kelishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki SATda bitta ingliz tili emas, ingliz tilidan tashqari matematika bo'limi ham bor. Bunga ham tayyorlanish kerak bo'ladi. Bosim beradi. Shu narsadan qochish uchun boshqa imtihonlarni topshirib olgan bo'lish kerak. Masalan, o'zingiz IELTS hal qilib bo'lgandan keyin o'qidingiz, nisbatan fokusda, qiynalmasdan o'qigansiz. Shu haqda ozgina yana gaplashsak deganda, aynan tayyorgarlik haqida gap ketdi. Tabiiyki 1560 ball qo'lga kiritgan insonni tayyorgarlik jarayoni qolganlarga qiziq bo'ladi. Qancha vaqt sarflagan, kun tartibi qanday bo'lgan, ingliz tilidan necha ball olindi, matematikadan necha ball olindi, shu haqda ham ma'lumot berib o'tilsa va tayyorgarlik ko'rayotganlarga, umuman SATga kirmoqchi bo'lganlar qanaqa tayyorgarlik bilan, qanaqa ruhiyat bilan o'zini nimaga tayyor qilib kelish kerakligini tushunib olardi menimcha. Xo'p, o'sha oldin aytganimdek 2023-yil qiziqish uyg'ongan. Matematika narsasini o'qigandim, ya'ni o'zini. U paytda guruhdoshlarimiz bo'lishardi, havas qilardim, chunki ular IELTS olib bo'lishgan, tayyorlanishardi va maslahatlar so'rardim. Ko'pchilik aytardi, ayniqsa Abdulaziz degan aka bo'lganlar, 1530 olgan, maslahat berganlar, comprehensionni rivojlantirish kerak birinchi o'rinda. Keyin o'sha qaror qilganman to'xtatishga, IELTSga e'tiborimni qaratib, reading comprehensionni o'zini rivojlantirishga. IELTSga o'qiyotgan paytim ham boshida SAT o'sha mindsetda turardi, SATni o'qiyman degan mindset bo'lardi. Readingga katta e'tibor qaratganman. Lekin IELTSdan xohlagan ballimni ola olmaganman birinchi urinishda. Undan keyin Necha bo'lgan xohlagan ballingiz? 8 ga harakat qilayotgan bo'lganman. Nimaligini bilmayman, endi u payt qiziqish bo'lardi. 8 da eslayman. Kamida 8, ola olmaganman, 7,5 bo'lgan. Keyin undan keyin testlarga nisbatan qiziqishim tushib ketgan. Teachingga kiraman deganman. Keyin Bunyod teacher bilan bu haqida gaplashganmiz. Teachingda karyeramni boshlaganman, lekin nimadir bo'lardi, ichimda turardi, davom et degan. IELTSni davom ettiraman deganman, faqat IELTSga emas, umumiy comprehension rivojlantiraman deganman. Akademik artikel o'qirdim boshida, bir oy o'qiganman. New Science degan nashriyotdan bitta bir ikkita bo'lim tugatganman. Olardim, o'qirdim, har bittasini so'zlarni yodlab, har bitta maqolani 30 marta o'qishga harakat qilardim. Va iloji boricha har bitta paragrafga xulosa, summary yozishga harakat qilardim. Keyin undan keyin endi teaching kirmoqchi bo'lgan paytim ba'zi muammolar bo'lib qolgan, boshlamaydigan bo'lib qolganman. Keyin trainee bo'lib yurganimda Abdulloh teacher darslariga observationga kirishimga to'g'ri kelib qolgan. O'shanda kirganimda SAT darsi bo'lgan ekan. Boshda aytganlar, SAT ya'ni sizga foyda bo'lmasligi mumkin ko'rsatishganda. Keyin men kirib ko'raman, qiziqaman degandan keyin kirib ko'rganmiz. Dars jarayonini ko'rib qiziqish uyg'ongan nimagaligini. Keyin aytganman, tayyorlanmoqchiman degan desam, bo'ldi deganlar. Keyin birinchi urinish, ya'ni topshirishim iyunda bo'lgan. Iyun davomida Abdulloh teacher aytgan narsani qilganman, ya'ni artikel o'qirdik. Keyin old SAT, ya'ni oldingi SATni reading qismi ancha qiyin bo'lgan.
juda ham qiyin bo'lgan. Non native, ya'ni native bo'lmaganlar uchun ancha qiyinchilik tug'dirgan. O'shalar bilan ishlardik, writing qismi bilan ishlardik. Ishni tozalashga o'rganganman. O'qituvchilikni boshlamaganman. Kuniga 10 soat shunaqa narsa boshida sarflaganman. Keyin undan keyin birinchi urinishda tayyor bo'lmasam ham topshiring deganlar. Qo'rqmaslik kerak deganlar. Keyin topshirganman. Asosiy e'tiborim unda ingliz tilida edi. 1320 chiqqan, ingliz tili 700 chiqqan. Keyin undan keyin matematika qiynalganman, chunki matematika bo'yicha menda qobiliyat bo'lmagan. Kasrlarni ko'rganimda shunaqa yomon ko'rardim. Keyin Muhsiddin ustoz o'shalarni guruhlariga tushib qolganman. SAT guruhida keyin aytganlar menga DTM o'qing deganlar. SAT ancha oson, siz DTM ko'ring deganlar. Boshida ikkilanganman, chunki men SAT deb turib kirganman u kursga, lekin ularning maslahatlari DTM bo'lgan. Qarama-qarshi zarba deylik. Xo'p, undan keyin xo'p deganman, DTM o'qishni boshlaganman. Haqiqat rostdan ham DTM savollari juda ham qiyin bo'lgan, tuyulgan. Birinchi imtihon topshirgandan keyin asosiy e'tiborimni matematikaga qaratganman. Lekin teaching ham boshlagan paytimda yozda edi. Deyarli kuniga 6 soat matematikaga qaratardim. Iloji boricha, ya'ni guruh u paytda effektiv, ya'ni darsga ham tayyorlanish kerak. Samara tushib ketmasligini oldini olish uchun aytardim, men ko'proq guruh ochmayman dedim. Ya'ni teacher sifatida guruhlarni olish kamaytirgansiz. Kamaytirganman, ham teaching, ya'ni darslarimiz sifatini saqlab qolish uchun katta guruh ketib qolsa, bu yerda SAT tursa, odam samara ancha tushadi. Keyin darsdan tashqari tayyorlanib, darsga aloqador bo'lgan narsadan tashqari, misol uchun darsga 1 soat tayyorgarlik ko'rsam, undan tashqari vaqtda SAT, ya'ni matematika qilardim va kechqurun yoki orada bir darslar ba'zida yarim soat, 1 soat, ayniqsa obedlarda bo'sh vaqt qolganda ingliz tilida kitob o'qirdim. Iyundan boshlab toki oktyabrgacha tayyorlandim. Orada 4 ta guruh bilan, ya'ni kuniga 4 soat vaqtim teaching ketgan bo'lsa, 5 soat unga aloqador narsalar bilan, qolgan vaqtimni SATga qaratishga harakat qilardim. Har xil bo'lardi. Ba'zida 6 soat, ba'zida 10 soat kunga qarab, keyin oxiriga borganda aytdim, men guruh ochmayman dedim. 1 oy qolganda bo'ldi, menga SAT imtihon e'tiborimni qaratishim kerak. Keyin undan keyin guruh ochilmadi. Shu paytda iloji boricha ko'proq dars qilishga, 12 soat har xil. Dars qilish ham timing. Birinchi imtihon topshirganda qiyinchilik bo'lgan. Imtihon ertalab 8 da boshlanadi. Ya'ni ertalab men imtihon yetishga odatlanmagandim. Ertalabdan dars qilish boshladim, ya'ni 5 dan to 7 gacha keyin ishga kelib dars o'tgandan keyin, undan keyin orada dars qilardim. Ish vaqti tugagandan keyin, undan keyin kechqurun e'tibor qaratardim to 10 gacha yoki 10:30-11 har xil vaqt vaziyatga qarab. Lekin guruh ochilgandan keyin ertalab soat 4:30 da dars qilish boshlaganman. 7 gacha dars qilganman. Undan keyin o'zi attention, ya'ni diqqat yetib bormasdi, o'zi charchardim. Undan keyin dam olib 2 soat 3 soat o'quv markaziga kelardim. Keyin bu yerda davom ettirardim toki 5:30 gacha yoki 6 gacha dars qilishni davom ettirardim. Matematikaga 2 soat, matematikaga 2 soat, ingliz tiliga. Ya'ni orada almashlab dars. Almashlab, ikkita miya qiynalib qoldi oxiriga kelib. Zerikishni ham pasaytiradi-da, bu oldin oladi-da. Ya'ni ingliz tilini 2 soat shug'ullandingiz, o'sha diqqatingiz jamlash qiyinlashib ketadi. Orada ozgina bir 5-10 daqiqa tanaffus olib, keyin matematikaga o'tsangiz, miyada yana qiziqish ortadi-da. Endi haliga kishiga qarab farq qilish mumkin, lekin asosiy narsa shu, odam charchab qoladi. Men ham shu o'qitayotgan davrimda o'quvchilarga shu narsani aytardim. Almashlab dars qilish, ya'ni faqat reading tugatib qo'yib, keyin listeningga o'tish, listeningni tugatib olib, vazifasini keyin grammatikaga o'tish noto'g'ri. Hammasidan 1 soat 1 soatdan dars qilib, almashib dars qilinsa, diqqat e'tiborni saqlab turish yaxshi bo'ladi, zerikish kam bo'ladi deb aytardim. Demak, shu narsani siz ham amalga oshirgan ekansizda. Matematika, ingliz tilini almashtirib dars qilish. Ya'ni comprehension, ya'ni tushunish qobiliyatini yetarli rivojlantirilgandan keyin test bilan ishlash kerak. Shu testdan boshda qochganman, toki so'z boyligimni, tushunish qobiliyatimni rivojlantirguncha qochib yurganman. Undan keyin testga o'tganman. Keyin kunlik qiladigan narsam ertalab, ya'ni 4:30 da test yechardim, butun, ya'ni full test. 2 soat yoki 2,5 soatga qarab cho'ziladi test. Keyin yechib bo'lgandan keyin dam olardim. 7 gacha borardi o'sha narsa. Keyin undan keyin testni tahlil qilish boshlardim.
ingliz tilini bitta modul tahlil qilardim. Ikkita modul bo'ladi. Bitta modul tahlil bo'lgandan keyin matematikani bitta modulni tahlil qilardim. Undan keyin ozgina dam olib turib, ingliz tilini ikkinchi modulga e'tibor qaratardim, ikkinchi bo'limiga. Keyin matematikani ikkinchi bo'limiga e'tibor qaratardim. Vaqt o'tishi bilan odam testga ko'nikish boshlaydi. Keyin bu narsalar unaqa katta vaqt olmaydigan bo'lib qoladi. Deyarli tahlil qilish, umumiy bitta test tahlil qilish 2 soat yetadigan bo'lib qoladi. Undan keyin bu yoqda har xil tayyorlanish materiallar bor, o'shalardan olib savollar ishlardim. Bu yo'nalishda tayyorgarlik qilmoqchi bo'lganlar kamida 6 soatdan dars qilishga o'zini ruhan tayyorlash kerak. Maqsadga qarab, Kamida 6 soat, u yog'i 12 soatgacha. mani maqsadim 1450 dan yuqori bo'lgan. 1500 ya'ni olgan aka bilan birga o'qigan bo'lganmiz, havas qilganman o'shanda. Endi 1500 menga qiyin bal bo'lgan, chunki o'zim kirib ko'rganimdan keyin qiyinchiligini, ya'ni talab qilishni his qilganman. 1450 dan yuqori harakat, ya'ni 1450 dan yuqori ball o'zi 5% yoki 6% testga kira oladigan ball hisoblanadi. Kattaroq harakat talab qiladi. Shuning uchun 1450 plus bo'lganda target bo'lgan. 1500 dan o'tishi o'zim ishonmaganman boshida. Keyin o'sha targetga qarab, ya'ni yuqori ball kerak, chunki boshqa imkoniyat yo'q. Past ball olsam imkoniyat ochilmaydi. Keyin o'shanga maqsadga qarab harakat qilganman. Eskirgan gap borku, o'zi ustozdan o'tmagan shogird emas deb, ya'ni Abdulvaludning natijasidan ham ko'ra, uni shogirdi o'sha siz aytmoqchi Abdulaziz 1530 natija qilgan bo'lsa, Murtazo bu natijani ham, ya'ni yaqingacha rekord hisoblangan natijani yangilab, plankani 1560 ga ko'tarib qo'ydi. Ana endi siz bundan yuqori natija olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Murtazodan ham urib yiqitmoqchi bo'lsangiz, aynan shu ustoz bilan SAT'ni start memorda o'rganishingiz mumkin. Shu o'rinda bizni mezbonimiz, ya'ni Jahongir haqida ham ikki so'z aytib o'tishim kerak. Buni o'quv markazimizda anchadan beri kuzatadigan, yaxshi tanishadi, balki eshitishgandir, lekin ko'rmagan bo'lsangiz, Jahongir hozirda siz IELTS bosqichida o'qiyotgan bo'lsangiz, Azizbek Qo'shmatov taniysiz, Frank, ya'ni Farruh Vohidov, Farruhbek Tursunov, Akbarali Abdulboqiyev, Chingiz Dadamirzayev, Husniddin taniysizlar. Mana shu ustozlaringiz ustoz hisoblanadi. Ya'ni siz Jahongirga nevara shogird bo'lasiz. Shunday men ham shogirdman Jahongirga. Ya'ni Jahongir bilan biz Start 1 va Now the School maktabini, xususiy maktabini birgalashib tashkil qilganmiz va Xudo xohlasa yaxshi niyat qildik. Bu podkastimizni hech bo'lmaganda yigitlar bilan birgalashib, bir oyda bir sizlar uchun aktual bo'lgan ta'limga oid mavzularni yoritishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz va yana bir narsa, bu dasturimizdagi gaplar hammasi subyektiv, ya'ni bu sizni fikrlaringizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, buni normal qabul qilishingizni so'raymiz va xato kamchiliklarga uzr so'raymiz. Ana endi Murtazo, sizga yuzlanamiz. Bizni yoshlarimiz mana kuzatayotganlar orasida hozirgi paytda ko'proq IELTS o'qiyotgan, endi ko'proq IELTS gapiramiz, IELTS o'qiyotgan yoki General English orqali IELTSga intilayotgan yoshlar ko'p va ularga iloji bo'lsa sal ichkariga kirsak, ya'ni SATni biz tashqaridan bilib oldik, sal ichkariga kirib IELTS reading bilan deylik SATni farqlar, ya'ni asosiy farqlar haqida ularni tilida tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Chunki ularga qiziq deb o'ylayman bu narsa. SAT reading bilan IELTS readingga farqi bor. Asosiy farqi IELTS bu til testi, SAT akademik qobiliyat testi. Ya'ni IELTSda siz bu text passage mana shu, ya'ni bir qismini lingvistik tarafdan tushuna olasizmi yo'qmi tekshiradi. SATda siz lingvistik tarafdan tushunishingiz kerak, u ma'lumotni olishingiz kerak. U ma'lumotni olgandan keyin siz uni hazm qilishingiz kerak, ya'ni tahlil qilishingiz kerak va siz tahlil qilingan, kutilgan xulosaga kela olasizmi? Ya'ni o'zini domaini bor, ingliz tili qismini. Misol uchun information and ideas degan qismi bo'ladi. Bu qismda test taker'i ma'lumotni tushuna oladimi? Ma'lumotni orqasidagi g'oyani tushuna oladimi? O'sha narsani asosan test qiladi. Undan keyin craft and structure degan bo'limi bor. Talaba, ya'ni test topshiradigan odamni testdagi, ya'ni strukturalarni tushunyaptimi? Qaysi tekst, qaysi gapi, qaysi qismi nima vazifani bajarayotganini. Undan keyingisi expression of ideas bor. Talaba tekst o'qib turib xulosa to'g'ri yasab bera oladimi? Ya'ni tekstdagi ma'lumotga asosan ko'proq kollejda, ya'ni beradigan ularning testi aynan kollejga, ya'ni talabalarning qobiliyatini tekshirishga qaratgani uchun tekst material IELTSdan farqli qiladi. Nimaga? IELTSda bu akademik artikelda, ya'ni nashriyotlardan chiqarilgan, tayyor writerlar, ya'ni mohir bo'lgan writerlar tomonidan chiqarilgan artikellar bo'lsa, SATni maqsadi shuki, talaba ertaga borganda universitetda textbooklar, ya'ni
research paperlar o'qishga to'g'ri keladi. Research paperlar mohir writerlar tomonidan emas, olimlar, professorlar tomonidan yoziladi. Va ularning qalami writerlarchalik o'tkir bo'lmaydi, ya'ni bu bitta g'oyaga kelganda bu g'oyaga sakrab ketib qolishi mumkin yoki u g'oyadan yana bunga qaytishi mumkin. SAT ham xuddi shu narsani test qiladi. Talaba tekstni har xil holatda bo'lsa qabul qila oladimi va to'g'ri xulosasini ola oladimi? Ya'ni yozayotgan professor yoki olimmi ko'zlagan maqsadini, ya'ni birorta g'oya ko'zlagan bo'lsa, o'sha g'oyani u qabul qiladimi yo noto'g'ri g'oya olib qo'yadimi? Shu narsani tekshiradi. Undan keyin expression of ideas da ba'zi narsalar beradi, tekstlar beradi, to'ldirib ber deydi. Ya'ni talaba ertaga yozishga to'g'ri kelganda, aytaylik maqola yozadimi yoki ilmiy ish yozadimi, talaba to'g'ri yoza oladimi? Ya'ni to'g'ri transitional wordlarni ishlatib yoki structure to'g'ri qila oladimi? Ya'ni berilgan g'oyani qanaqa qilib yoritishi tushunadimi yoki yo'qmi, shu narsani tekshiradi. Keyin undan keyin Standard English Conventions degan bo'lim bor, ya'ni grammatika qismi. Oddiy grammatikadan farqli o'laroq, ya'ni biz o'rgatadigan grammatikalar bu yerda to be'ni qo'yish, relative clause'ni qo'yish emas. Talaba ertaga universitetga borganda, maqola yozishga to'g'ri kelganda, to'g'ri tushunarli tarzda yoza oladimi? To'g'ri tinish belgilaridan foydalana oladimi yoki to'g'ri so'zlardan, to'g'ri orderdan foydalana oladimi yoki yo'qmi, shu narsani tekshiradi. Zo'r, xursandman. Endi bizni kuzatayotganlar orasida hozirgi paytda nafaqat biz o'quv markazida, balki Namangandagi boshqa o'quv markazida yoki Toshkentdadir yoki onlayn kursda SATni o'rganayotganlar bo'lsa, mana shunaqa ajoyib natijaga erishgan o'rganuvchi sifatida va hozirda ustoz sifatida qanaqa o'zingiz foydalangan effektiv strategiyadan tavsiya qilgan bo'lardingiz va iloji bo'lsa qanaqadir resurslar bo'lsa o'zingiz foydalangan aytsangiz ular uchun bir not qo'yishardida menimcha. Adabiyotlar yoki mock testlar masalan. Xo'p, asosiy foydalangan adabiyotlarim old SAT, ya'ni oldingi SATni imtihon varaqalari bo'lgan. Qiyin bo'lgan, ya'ni qiyinga tayyorlansang, ustoz Abdulloh teacher aytganlar, qiyinga tayyorlangan odam oson narsa kelganda xotirjam ishlay oladi degan. O'shalardan foydalanganman, undan keyin bitta narsani tushunganman. SATning maqsadini, mindset to'g'irlaganman ikkinchi urinishda. SAT nimani maqsad qilyapti? Test yetishishimi yoki ertaga kollejga borganda qobiliyat, tayyorligingizmi? Keyin shuni tushunayotganman, SAT kollejga, ya'ni borganda talaba tayyormi yoki yo'qmi? Keyin qidirganman, kollejga borganda nima beriladi menga? Har xil textbooklar bo'lgan, keyin ko'rganman, ular menga endi qiyinlik qilgan, sohaga qarab moslashgan bo'ladi ular. Keyin undan keyin qidirganman, nashriyotlar maqolalar bor, ya'ni scientific ko'pchilik o'qiydi, azizga tanlanganlar, New Scientist degani bor, Economist degani bor, har xil. Shulardan qaysi biri SATga tayyorlanmoqchi bo'lgan talabalarga tushadi degan. Keyin payqaganman, Scientific American degan, ya'ni nashriyot bor. Boshqa nashriyotlar ko'proq yangilar uchun, ya'ni universitetga kirmoqchi bo'lganlar yoki yangi kirganlar uchun qaratilgan bo'lsa, Scientific American degan nashriyotniki advanced leveldagilarga, ya'ni universitetni bitirayotganlarga yoki magistraturada o'qiydiganlarga qaratilgan bo'lgan. Keyin tushunayotganman, agar shu magistraturaga o'qiyotgan yoki universitetda o'qiyotganlarga qaratilgan bo'lsa, shuni o'qisam men ham tayyor bo'laman shunga degan. Keyin ulardan olib foydalanganman, artikellar, ya'ni ular artikellari kichkinalari ham bor, asosan karta uzun artikellar bo'ladi, ya'ni 3 yoki 4, 5, 6 pejli ham bo'lib ketadi. Olib turib artikellarni o'qiganman, so'zlarni bilmaganlarimni yodlab turib, keyin undan keyin har bitta paragrafga xulosa yozib chiqqanman. Juda ham katta vaqt oladigan bo'ladi boshida, chunki agar 6 pejli artikel bo'lib qoladigan bo'lsa, odam charchab ketadi, keyin odam miyasi qiynaladi. Shuning uchun dam olgan ma'qul orada. Undan keyin yozib bo'lgandan keyin 30 marta tavsiya qilingan bo'lsa, endi shu darajaga yetgandim o'zi 5 marta o'qish hamma g'oyani olishga yetarli bo'lib qoladigan darajaga yetganman. Keyin undan keyin 5 marta o'qiganman, oxiriga kelib imtihonga e'tibor qaratganman. Ya'ni SAT testlari bor. Birinchi o'rinda official source bor, Blue Book, College Board o'ziniki bor. 7 ta practice testlari bor. Imtihonga birma-bir, ya'ni kopiya bo'ladi. O'shalar bilan bo'lib qilganman, ya'ni imtihonga 1,5 oy qolganda unga o'tish boshlaganman, ya'ni har hafta bir martadan yetishga. Ba'zi haftada 2 marta yetishga to'g'ri kelib qolgan, ya'ni vaqtga qarab. Keyin undan keyin o'zini Question Bank degan sayti bor, unda 3000 taga yaqin savollari bor. O'shalarni har xil darajaga bo'lgan, ya'ni savollar ham har xil 3 xil darajada bo'ladi. Easy levelda, medium levelda, hard levelda bo'ladi.
easy leveldan boshlaganman. Easy leveldagi savollarni osonlarni yaxshi qilganimdan keyin mediumga o'tganman, mediumdan keyin hardga o'tganman. Undan tashqari shu ya'ni DTM savollarni ko'rib chiqqan matematikani rivojlantirgani va Prepros degan kitob bor, internetda bor. O'sha narsani, ya'ni matematika savollari bor, maxsuslashgan, o'sha kitobni tugatib chiqaman. Zo'r. Oson masala to'g'risi. Abdulvadid biz shu shogirdimiz ukamiz ajoyib gapi bor. Abdulvadid to'g'risi uncha narsani qiyin demasdi. Shu yerda men qiyin so'zni eshitmaganman, lekin SATni o'qitayotganda, o'zi o'rganish jarayonlarida ham bir so'z aytgan, SAT teacher oson emas ekan degan. Haqiqatda oson emasligini mana shuncha maslahat berib o'tildi va iloji bo'lsa buni note qilib, imkoningiz boricha siz ham amal qilsangiz, xudo xolisa, menimcha siz ham 1560 dan baland ball olishingiz mumkin. Albatta bu haligi yuqori ball olmoqchi bo'lganlar uchun, lekin 1200 dan yuqori, ya'ni 1400 dan yuqoriga harakat qilmayapti, lekin 1200 dan yuqori ballga harakat qilayotganlar uchun bunaqa katta harakat kerak emas. Ya'ni hammaga maqsadga qarab bo'ladi. Yengillashtirilganroq holatda tayyorlansa, albatta 1200 dan yuqori ball olsa bo'ladi. Shu joyda men bir narsani aytib o'tishim kerak. O'zimiz o'quv markazidan kelib chiqib aytaman-da, misol hozirda Novda Schoolda o'qiydigan Dilafruz degan qizimiz bor, Avazbek bor, yana bitta Asadbek bor, yana bitta Asadbek bor, adashlar bor. Kamronbek masalan Novda Schoolda o'quvchisi 8 ball olgandi stat memoryada. Mana Murtazoning o'zi Abdulvadud, ya'ni haligi yiqilsa kurashga to'ymaydigan tough learnerlar bo'ladi-ku, oldiga katta IELTS natijani deylik 9 ballni qo'yib, o'sha bo'yicha intiladigan, to'xtamaydigan o'quvchilar. Misol hozir men Murtazo eshitdingmi, o'zi 7,5 ball olganda, men to'g'ri kayfi juda past edi. Men nima bo'ldi desam, teacher natijam chiqdi. Ha, nima bo'ldi? 7,5 ball. Bu xalqaro standart bilasizlar, 6,7 ball standart hisoblansa, bu 7,5 undan ham baland ball. Ya'ni birinchi urinishda o'zi umuman 7,5 ball olganlar biladi, oson emas, katta ball qo'lga kiritgan. Lekin mana shunaqa ajoyib o'quvchilarni o'ziga jalb qilgan SAT. Men o'zim SATda ko'pincha shunaqa o'quvchilarni ko'raman. Menimcha hammasi ham 1200 bilan cheklanib qolmasa kerak. Baland ball. Albatta, ko'pchilik 1400 dan yuqori, 1500 dan yuqoriga harakat qiladi, chunki top universitetlar, ya'ni Ivy League degani bor, Amerikaniki. Stanford, Harvard'dagi universitetlar bo'ladi. Ularning o'rtacha balli 1540 yoki 1530 yuqori ball bo'ladi va ko'pchilik u yerda ta'lim olishni xohlaydi. SATga kiradiganlarning ham ko'pi, ya'ni o'sha universitetga harakat qilayotganlar bo'ladi. Keyin yana bitta dolzarb mavzu bor edi. Buni menimcha tahlil qilib gaplashsak arziydi. Ya'ni SATdagi leak haqida savollar tarqalishi, bu qanchalik haqiqat, shu narsa haqida o'z fikringizni bildirsangiz xursand bo'lardim. Boshda ishonmaganman. Boshda boshlaganimda SATni, ya'ni secure, ya'ni juda ham o'ziga mustahkam bo'lgan imtihon deb o'ylaganman. Keyin bir marta topshirgandan keyin ko'pchilik aytgan, imtihondan keyin savol tarqaydi degan narsa bo'lardi. Va bu rostdan ham bo'lgan ekan. Ko'pchilik ba'zida foydalanadi buni tayyorlanishga. Lekin imtihondan keyingi savollar tarqaganda aytishdiki, keyingi imtihonda tushish imtihonligi juda ham ehtimolligi juda ham past. Ya'ni 40 aytaylik, ingliz tili qismida 54 ta savol, matematika qismida 44 ta bo'ladigan bo'lsa, jami 98 ta savol bo'lsa har bitta imtihonda, imtihon 5 ta versiyada bo'ladi odatda. 6 ta bo'lishi mumkin har xil, ya'ni talabalar onlayn topshirgani uchun kimdir birinchi versiyani oladi, ikkinchi versiyani oladi, ya'ni cheatingga oldin olish uchun. Endi shunaqa holatlar bo'lgan, tarqatilgan narsa imtihondan keyin. Lekin bu imtihondan keyin bo'lgan shu 98 ta savoldan tushishi mumkin bo'lgan keyingi imtihonlarda 10 ta, 12 ta savol takrorlanishi mumkin. Ya'ni osonroq savollar deyishgan. Keyin bu narsaga e'tibor bermaganman, chunki men tavsiya ham qilmayman. Exam integrity degan narsa bor. Undan ko'ra SAT nimani test qilyapti? Akademik qobiliyat, ya'ni kollejga borganda qanchalik talaba tayyor yoki yo'q. Demak, kollej levelga tayyorlanish kerak. Kollejga materiallardan foydalanib, odam o'zining narsasini rivojlantirsa bo'ladi. Undan keyingi narsa mana shu oktyabrda topshirganimizda bo'ldi. Rosti ancha meni xavotirga solgan narsa bo'ldi. Oldin bo'lgan ekan, juda ham kam bo'lgan ekan. Imtihondan oldin savol tarqab ketib qolishi. IELTS'dagi, ya'ni bu harakat IELTS'da qilgan odamlar tomonidan qilingan, ya'ni IELTS imtihonini paper O'zbekistonda bekor bo'lishiga sababchi bo'lgan bir nechta shaxslarni aytishdi. Orasida adashmasam SkillSwap degan narsa bor, kanal bor ekan. O'sha sotish boshlagan, ya'ni $500 sotgan imtihondan oldin. Imtihon har bitta davlatda bir kunda.
ertalab 8 da bo'ladi. Imtihon farqi yo'q. Bir xil vaqtda bo'lmaydi. Har bir davlatda 8 da bo'ladi ertalabda. Xitoyda, ya'ni boshlangan bo'lsa, biz bilan vaqt tafovut bor yoki Yaponiyada deylik. Imtihon ertalab boshlangan, bizga chamasi 1 ga to'g'ri keladi ertalabki. Javoblar tarqash boshlangan. Kechasi 1 demoqchisiz-da? Kechasi 1 da, ya'ni u yerda topshirganlar nimadir qilib rasmga olgan, nimadir qilib olgan, uni tarqatgan keyin. Bu yerda u kelib tushish boshlagan, ya'ni $500 to'laganlar u narsani qabul qilib olgan. Keyin 4 xil yoki 5 xil versiya bo'lsa, adashmasam 2 xilmi 3 xil versiya tarqagan unda. Keyin so'zdan o'sha savollarning javoblarini ko'rib chiqib yodlab olgan. Bu narsa juda ham katta xavotirga olib keldi, chunki IELTS-dagi SAT O'zbekistondan chiqib ketib qolish ehtimolligi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni keyin bundan keyin katta o'quv markazida chora ko'rish boshladi. Men hurmat qildim. Ba'zi o'quv markazida, ya'ni oktyabr javoblar chiqdi rostdan. Yuqori ballar chiqdi. Ya'ni College Board o'zini bunga qarshi actioni bor, ya'ni choralari bor. Ya'ni imtihonda ilova bo'ladi. Imtihon hamma o'zini kompyuter topshirsa, ilova o'quvchini, ya'ni topshirayotgan odam nazorat qilib turadi. Har bitta savolni ustida qancha vaqt sarflayapti, variantlarni almashtiryaptimi yoki yo'qmi, sudda savolga qaytib keldimi. Keyin option elimination degan xususiyat bor, ya'ni noto'g'ri javoblarni o'chirib yuborsa bo'ladi. O'chirdimi yoki yo'qmi? Sichqonchasi qayerda yurdi, nima klaviaturalarni bosdi, o'sha narsani nazorat qilib oladi. O'zini bu narsaga qarshi chorasi bor, lekin endi hamma ham aniqlab olmasligi mumkin. Kimdir uni ham aldashi mumkin. Agar O'zbekistonga investigation o'tkazganda yoki Osiyo davlatiga 2019-yil adashmasam Misrda bu narsa taqiqlab qo'yilgan. Misr 5 yil SAT imtihoni tashkil qilinmadi. Bank yuborildi SAT imtihondan. Shu narsa mana xavotirga solgandi va ikkinchi narsasi bor. Test joriy qilingan joyda, venueda, ya'ni bitta o'quv markazida yoki birorta maktabda bo'lyaptimi, bitta xonaga 20 tagacha talaba kirish mumkin, har xil vaziyatga qarab. Bir kishi cheating qilsa, hammani odatda balni cancel qiladi o'sha xonadagi. Agar menda xavotir bo'lganda, men kirgan xonada kimdir o'sha javobdan foydalangan bo'lsa yoki kimdir cheating qilgan bo'lsa, bekor olib ketsa-chi? Chunki o'zi bilgandim, yuqori ball chiqishi, ya'ni ancha yengilroq kechgandan oldinga nisbatan 1500 dan yuqori kutayotgandim maksimum. 1510 shunaqa kutayotgandim. Xavotir bo'lganda, agar bekor qilib ketsa, hozir yana bu imtihonga kiramanmi? Ya'ni mental pressure deydi, mentally pressure bo'ladi. Ya'ni imtihon 2,5 soat davom etsa, hayajon, sizdan talab borligi, ertaga agar bitta xato qilib qo'ysangiz ham 30 gacha ball ketishi mumkin. Past ball chiqib qolsa degan o'z xavotirlar bo'ladi. U narsadan tashqari, keyin imtihondan tashqari chiqqanimdan keyin o'zi matematikada ikkilanib qoldim. Bu yerda Diyorbek akaga kelib turib, mana shu savolni narsa qila olmadim deb turib xavotirlanib turgandim, chunki matematikadan yuqoriroq ball olmoqchi edim. Ingliz tilida nisbatan qiyinroq o'zbeklarga. Keyin u xavotirlar o'ldi. Qarasam internetda aytishdi. Mana shunday holat bo'lgan. O'zbekistonda ballar cancel bo'lib qolishi mumkin degan. O'zi imtihon haqida savolni xato qildim, to'g'ri qildimmi degan narsa chiqib ketdi. Javobni chiqarmagan degan xavotir bo'lib qoldi. Undan keyin chiqdi. Choralar ko'rilyapti, ya'ni Toshkentdagi yuqori katta o'quv markazidan bittasi SAT Toshkent degan o'quv markazi bor. O'sha o'quv markaz o'zini pozitsiyasini bildirdi bitada. Odatda javoblarni e'lon qilinsa, u o'quv markazi e'lon qilmadi va College Board, ya'ni test tashkil qilinadigan tashkilotga ariza qildi. Shunaqa holat bo'ldi deb turib, keyin haligacha deyarli ko'p javoblarni e'lon qilgani yo'q. Ya'ni kutyapti javobini, ya'ni chora ko'rildi. Men bu narsadan xursandman, chunki odamlarimiz bu narsaga kelganda birlashilyapti, ya'ni qarshi harakat boshlandi bu narsaga. Men umid qilaman, test topshiradiganlarga maslahatim, likdan foydalanmaydi. Birinchi o'rinda mayli nimadir qilib olsang ham, yuqori ball olinsa ham, ertaga admission process bitta SATning o'zi bilan emas. Boshqa aytaylik, GPA bor, maktabda qanaqa balli bo'lgani, undan keyin personal statement essaylari bor, undan keyin extracurricular activity'lar, har xil narsani o'z ichiga oladi, nimalarga erishgani. Bu narsalar ham bor, bitta SATning o'zi bilan odam kuchayib qolmaydi. Undan keyin mayli universitetga kirdi, qanaqadir deylik, universitetdan keyingi hayot ham bor. Ya'ni grant yutsa, yuqori ball bilan deylik. Undan keyin GPA ushlab tura olmasa, SAT yuqori bo'lsa, GPA ham yuqori bo'ladi degan, ya'ni correlation bor.
past ball o'zi past ball oladigan qobiliyati yo'q odam uni ushlab tura olmaydi. Agar tushib ketib qolsa, grant bekor bo'ladi. Odam o'ziga nisbatan nohaqlik qilgani bo'ladi. Ya'ni borib turib grant olib qo'ysa, $40,000 to'lash menimcha yiliga o'rtacha o'zbek oilasiga to'g'ri kelmaydi. Umuman to'g'ri kelmaydi. O'zini oyog'iga o'zi bolta uradi-da oldindan. U narsa halol bo'lishi kerak. Oshmayotgan bo'lsa ham, SAT bo'lmasa, boshqa narsalar ham bor. Ya'ni SAT ni o'zi ham emasda, ya'ni ba'zilar bor, 1400 ball o'zi bilan kirib ketganlar bor. Katta universitetlarga. SAT ni o'zi emas. SAT ya'ni katta rol o'ynaydi, lekin o'zi emas. Insoniylik qobiliyatiga kattaroq e'tibor bergan ma'qul. Mana misol Jahongir hozir yaxshigina bitta mavzuni ko'tarib qo'ydik. Nafaqat DT imtihonlarda, balki milliy sertifikatlarda yoki ingliz tilida safar bo'ladimi, IELTS ayniqsa so'nggi paytlarda kerak bo'lsa Telegram guruhlarida imtihonda tushadigan savollar kabi, endi bilmadim, buni qanchadir dollardan sotyapti-da, bizda ham misol o'qiyotgan o'quvchilar ba'zilari o'qishni to'xtatib, unga qiziqayotganini ham sezdim. Ya'ni o'qiyotgan holida to'xtatib, shularga endi bu ehtimoliy narsa baribir avvalo shunga qiziqib sotib olib, imtihonda tushish mumkin bo'lgan savollarga fokus ketib qolyapti-da. Ta'limda salkam 15-16 yildan beri bo'lgan inson sifatida shu yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Mana shunga qarab bir gapiring, ular ham bir eshitsin. Ta'lim olishda yaxshi ustoz tanlash kerak. Yaxshi ustoz albatta sizni noto'g'ri yo'lga yo'naltirmaydi. Ya'ni halol bo'lishga, o'z bilimingizga ishonishga tabiiyki sizni chorlaydi. Mana buni biz Murtazo misolida ko'rishimiz ham mumkin. Hozir ustozlik qilyapti va ochiq oydin tavsiya qilyapti bunaqa liklarda, ya'ni informatsiya chiqaradigan kanallardan foydalanmasligini tavsiya qilyapti. Demak, ustoz o'zi shunaqa bo'ladi. Bu baribir qachondir sizdagi bo'shliq qachondir o'z so'zini aytadi va eng yomoni katta bo'lganingizda o'qish funksiyasidan chiqib ishlash funksiyasiga o'tganingizda, hayotda o'zingizni yo'lingizni topadigan nuqtaga kelganingizda bu pand berishi juda ham yomon va kech bo'ladi. Ya'ni o'rnini to'ldira olmaysizda. O'quvchilarga tushunarliroq bo'lish uchun o'rmonda kesilgan daraxtlarni qolib ketgan qismi bo'ladi. Shu qismi bilan tushuntiriladi. Ba'zilarini bilsangiz katta juda, lekin yengil bo'ladi. Ba'zilari juda katta emas, lekin og'ir bo'ladi. Farqi nimada? Farqi ichi g'ovak, bunisi to'la. Ya'ni siz katta balni ichi bo'sh bo'lib olgandan ko'ra, kichikroq bal bo'lsa ham, ichi to'la bo'lsa, shunga javob beradigan bo'lsangiz, bu afzal. Sababi, Murtazo aytib o'tdi, yuqori natija SAT dan yoki IELTS dan yuqori natija olib o'qishga kirgan o'quvchidan tabiiyki yuqori natija kutiladi-da. 8 olgan boladan biz ko'p narsa kutamiz. 6,5 olgan yoki 7 olgan boladan nisbatan kamroq narsa kutamiz. Ya'ni kutuvlarda farq bor. Katta kutuvga borganingizda sizdan katta narsa kutilganda unga yetarli narsani bera olmasangiz, birinchidan o'qishingiz bekor bo'ladi, grantingiz bekor bo'ladi va hammasini boshidan boshlashga to'g'ri keladi, vaqt yutqizasiz, o'zingizga bo'lgan ishonch tushib ketadi. Halol bo'lmaganingiz uchun, ilmga nisbatan hurmatsizlik qilganingiz uchun ham qanchadir miqdorda jazolanishingiz ham ehtimoli yo'q emas. Shuning uchun faqat yaxshi ustoz tanlab, yaxshi source, ya'ni materiallarni tanlab, nima bo'lishidan qat'iy nazar, nech ball olishdan qat'iy nazar, sof o'zini bilimiga tayanish eng to'g'ri va eng maqbul yo'l deb hisoblanadi. Rahmat samimiy fikrlar uchun. Menimcha bugungi yetada Murtazoga va katta rahmat aytamiz. Hamma uchun manfaatli suhbat bo'ldi. Va umid qilamizki, bundan hamma o'ziga kerakli xulosalarni oladi va SAT haqida ancha-muncha fikringiz yuzaga keladi. Endilikda keyingi Imorish kadr loyihamizda, keyingi dasturida kim bilan qaysi mavzuda suhbat qilishimizni izohlarda bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Biz imkon qadar jamoamiz bilan birgalashib o'sha insonni taklif qilamiz va o'sha mavzu bo'yicha bilimimiz yetgancha bahslashamiz, fikrlashamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat, sog' bo'ling. Reaksiya bildirish bepul. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Like va kommentariy orqali qo'llab-quvvatlayni. Albatta, sizga bu mavzu yoqqan bo'lsa, boshqa insonlarga ham yetib borishga bu narsa sabab bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.